Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga xush keldingiz. Kanalimizda Qaynam o'rkishi, Chala tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qonliq iz, Qonliq idir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Idiqut o'g'lonlari Mo'yitlar jamoati, tarixiy roman G'ani Batur, Sobit Damullamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglishingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Endi anglaydiganlar tarixiy roman G'ani Batur. Avtori Ziya Samadi. 8 bob. Hakim Şanyodin yerning mo'r xatlarini va ikki yo'rg'a otni tortib olgan G'ani 4-5 chaqirimcha orqaga To'qqiztara tarafga qarab minib, cho'ng yo'l chetidagi o'ymonliqda to'xtab, otdan tushdi. To'qqiztara bilan G'ulja oralig'idagi 1,5 kunlik musofani bir kunda bosgan ko'ran qashqa amdi yana shu musofani haduq olmay minish mumkin emas. Zo'riqib nuxula yoki allaqaroq bo'lib kardan chiqishi cho'qim. O'zi qiynalsa mayli, lekin ko'ran qashqini hargiz qiynamaydi. U uzun o'ylanib turmayla bir narsani jazm qildi-da, itining egar to'qimini serib ilib, qara turuqni to'qib mindi va ikki otni yetaklagan peti yo'l sizla daryoni yaqilab G'ulja tarafga qarab mandi. Oz o'tmay Jirg'ilang suyining Elit daryosiga qo'yilishiga yetganda otdan tushdi. Bu atrof uningga 5 qo'ldek tonish. Daryoning ikki ochilish oqadigan yerida tol, jigda daraxtlari qo'yuq orolcha bo'ladigan. Bu bo'kkida orolcha yozning issiq kunlari uzishni biladigan havaskor beliqchilar o'tmasa boshqa hech kim kelmaydigan. G'ani qo'ldoshlari Akbar, Nuraxun, G'aldonlar bilan bu pinhon orolchidan mushundoq kechkuz kunlari yiroqlardan haydalib kelingan otlarni so'qib qo'yib, asta-asta suv qilishgan. G'ani mingan etini jigdiga bog'lab qo'yib, ko'ran qashqiga ikkinchi otni chetib, daryo bo'yiga akilib, "Boshla, jonivarim!" deb ko'ran qashqining sag'risini pafilab suvga qo'yivatdi. Egisining tilini biladigan, bu o'tköldan necha qitim o'tgan va kichik orolchining jigda tal yo'pirmoqlarining ta'mini tetigan ko'ran qashqa chitiq otni agashtirib suvga kirdi. G'ani bo'lsa otlar u qanotga o'tib, qattiq silkinib, ko'ran qashqa kishnigandan keyinla otlandi. Rahimjon Sabri mehminini ish bo'lmasiga boshlab, ular amdila parang boshlab o'ltirishiga xizmatkor bola kirib, qandaqdir bir odam kelganligini, uning bilan ko'rishiman deganligini aytdi. Kimligini so'radingmi? Qayerdan, kim bo'lsiz, nima ish bilan keldingiz deb so'radim. U odam meni to'la so'roq olma, so'roq degandan sesqi kirib ketgan odamman deydi. Rahimjon bilan mehmon kulishdi. So'roqdan bizar bo'lgan bo'lsa, so'loqda to'la yotgan odam bo'ldi-da, dedi mehmon. Bo'y turqi qandaqroq? so'radi Rahimjon. Uning chiroyiga qarayman deb bo'kim yerga tushib ketdi. G'ini vaqirvatdi xushal bo'lgan Rahimjon va bolaga. Darhol boshlab ker, dedi. Xo'p, deb chiqib ketdi bola. Tonishamsan? Yo'q, nomini anglag'anim bor. Bir ko'rsam deb yuratdim. Yaxshi bo'ldi-da, mehmon yigitmi xushal bo'ldi. Hozir ko'rsan, polvon desangmi, so'zmal desangmi, lafzing yerda qolmaydi. Salom. Eshikning ikki qanotini keng ichib, lo'ng'ida kirib keldi G'ani. Kel polvon, kelginingga xushalman. Rahimjon ochiq chiroy qarshi oldi va ko'rishib, o'ltirishga taklif qildi. Salomat sohibxona, deb fotiha qildi. Yumshoq o'rindiqqa o'ltirib G'ani. Uchaylan samimiy tinchlik so'rashdi. G'anining qaboqlari o'tqib, ko'zlari yashang'irgandek ilishib turganligini ko'rib, "So'g' takkizdingmi nima? Chiroying o'tqib, yutilib qopsan?" so'radi Rahimjon. "Hech gap emas. Undaq dema.
Öpkenge soğuk tekken bolsa, senin batırlığın küçe kelmeydi jumu? Sana doğru berimen, dep orundan turmak bolgan Rahimjanni to'xtatgan G'ani. Doğru poru bilen hoşum yok. Onundan köre bir çine ilitma siriq yağ bersang boldi, dedi. Tova, mijazing odamzatqa o'xshamaydi da sening, deb chiqishdi Rahimjon. O'xshatib nima qilatding? Ilmo aptim odamzatqa deganga o'xshab qolganiga pushaymon yeb yuraman. G'inining kinoyasiga mehmon qaqaqlab kuldi. U o'ltargandimi bir odam bo'yidek basti bor G'inini o'lchaydigandek zang qo'yib zo'qlinib qaradi. Qalbimi zo'r bo'lish kerak deb pichirladi ichida. Rahimjon chiqib ketib, hayol qolmay qaytib kirdi. Yuringlar, mehmonxonaga kirayli, deb taklif qildi. Ular ozoda mehmonxonaga kirganda cho'ng ustal ustida turlik yel yemishlar va chaynakka damlangan choy tayyor turibdi. Xizmatchi bola patnusda bir china ilitqan seriq yog'ni ko'tarib kirib, G'inining oldiga qo'ydi. G'ini takallufsizla yog'ni ko'tarib ichivatdi-da, hadug'i chiqqandek tortdi. Mana amdi so'g' po'g' deganingning mo'misini ko'rsidu bu seriq yog', dedi. Degan bilan o'zingning do'risini o'zing bildikansan. Kech demay uyingga kirgizginingga munu siriq yog'ni berginingga rahmat. Nima deganing o'y? Qachon kelsang sana ishigim ochiq. Choyga boq. Chiyingdan ochiqtar chiqqicha ichiman. Rostla, dedi G'iniga choy sungan Rahimjon. Sizlarni tanishtirmabdiman. Munu yigitni taniydigansan? Bu oq pishmoqni burun ko'rmasammi dilimga yaqin turadi. Iti nima? Zaman. Pah, iti ulug'ken, deti qandaqken? Detimi bor, jigarmi bor? Jigarlik bo'lsang, kel ko'rishayli, deb o'rnidan turib, zamonga o'ng qo'lini so'zdi G'ini. G'inikan bilan tanishganimga roziman. Bu uchrashish yaxshi bir xotir bo'lib qoladi, albatta, dedi hayajon ichida Zaman. Her ishking qo'nib qolasan. Zaman bo'lsa, sana o'xshagan odamlar bilan mundishqa xushtor, dedi Rahimjon. Nima? Kechida kelsan u qo'nmayli ketsan? Sening bu kiribla chiqib ketadigan michitangmidi? Ranjidi Rahimjon. O'tdek qo'ng'im bor, biroq qo'nolmayman. Sana yo'liqibla ketmoqchidim. Zo'rur ishing bormidi? Bu qatim tashvish ara so'radi G'inining tinch yurmaydiganligini biladigan Rahimjon. Nusrat Xalfatdan xabaring bormi? Ha, bor. Bor deysan-ku? Rahimjonga qadaldi G'ini. Qamoqqa ilinganligidan xabarimiz bor, ammo sababini uqolmadik. U odamning bu birinchi so'linishi emas-ku deyman, dedi Zaman. Yoshlik vaqtida zindon azobiga chidigan bilan amdi qirg'anda bardoshlik berolmaydi-da, dedi G'ini. Agar pul tiqib bo'shtadigan yeri kelsa qarab turmayman. Shu topda hangsir qilgan ikki yo'rg'a ot chatqalda turibdi. U tarafdan xotirjam bo'l. Xotirjam bo'l desana, xitob qildi G'ini bu ishda. Go'yo Rahimjon ayiblikdek uningga to'g'ri qadilib. Qo'y qotiniga tushgan bo'ri siyaqi mushundoq bir chetdan yo'qtiversa qarab yotquliqmi? Senchi bo'lganda nima qilsaq bo'lar? Yetib qolgicha yetib qol degandek qarab yetib harom o'lgicha bizmi odam bo'lgandikin qimirlayli-da. Hey, G'ini, qo'zg'alang degan opur topul otlanib chiqadigan o'g'loq tartish emas. Uqdingmi? dedi jiddiy tus olgan Rahimjon. Qachonli bo'lsa mushundoq sabab ko'rsatishga ustasanlar. Bir zamonlarda oz qoldi. Qo'zg'alimiz, tayyor turinglar dedinglar. Keyin yangi hukumat qurildi. Endi tang barobar yashaymiz deb balo qildinglar. Qani, nima hosil chiqdi? Urumchida hiliqi Xo'janiyoz Fujoshi, G'uljida Turdaxunboy Fudotay, Avaki Hoji Shanjan bo'lg'ini bo'lmasa, yana shu koni sanam Xitoylar minib yelkimizdan tushkini yo'q-ku. Endi bo'lsa mo'tavar odamlarni bir chetdan qirqishga boshladi. Shu-mu tanglik deganinglar? G'inining demi siqilib, so'g' choydan o'tladi. Gapingiz intayin o'rinliq, dedi xila uzunga so'zilgan sukunatdan keyin Zaman. U
Savatsiz G'anining fikr qilishiga hayron qolgan edi. Shunga G'anini yon bosgandek so'zildi. Undaq qilsaq bo'ladi, mundaq qilsaq bo'ladi deb pal beqib qolganligimiz rost. Sen qilgan ishlarimizning hammasini yo'q chiqarmoq bo'lamsan. Terikkandek zamonga tikildi Rahimjon. Hergiz undaq demoqchi emasman. Aprel o'zgarishidan keyingi 3-4 yil ichida madaniy ma'rif ishlari rivojlanib, xalqning ong saviyasi o'sdi va ma'ishti xili o'nglandi. Bu qumul qo'zg'alonning samarasi, albatta. Lekin hokimiyat tizgini yana shu shingishsi qo'lida bo'lg'achqa, yerli xalq kutgan arzu umidlar asta yo'q chiqishga boshlab, ma'muriy izish va yaklashning yangi sirliq turlari mavjud bo'lmoqdaki, cho'ng xatarning puroqlari yelitilla dimoqqa urilmoqda. Sen zamon ko'langu taraflarni bakmu oshirvatding, ranjigandek dedi Rahimjon va qon badiliga kelgan huquqlarni qarab turib tartqizib qo'ymasmiz. Allaqachon tartqizib qo'ydik, lekin shu ochiq haqiqatni iqror qilishga qo'rqamiz. Yurak jiroyatini yo'shirimiz, yo'pitimiz, dedi keskin ravishda zamon va sal o'ylanib qo'shdi. Bir do'stim, biz dutarni quchoqlab qolmagidoq degan edi. O'ylayman, uning bu so'zlari amaliyotga yaqin. Hech qachon demaganni bugun da'vatding, Zamonjon. Miyig'ida kuldi Rahimjon. Qaddi qomati kelishgan bu yigitga qisqa burut va tabassum yarashadigan. G'anikamdan ilhomlandim. U sen menga o'xshash gazet, kitoblarni o'qimasimi, yig'inlarga qatnashmasimi, vaziyatni tushunishiga tan berish kerak. Qandoq dedim, G'anika? Senlarning qarg'a puti ilmak gaplaringlarni anchalar tushunib ketmayman. Ammo lekin uka zamon sening gaping ko'nglimga qo'ngandek qildi. Senmo bu gaplarni qimorvoz hammani uttirib, yalang'och qolgandan keyin tavba o'qigandek huquqni tartirib qo'yib davatsan-g'o deyman. Zamon bilan Rahimjon G'anining naq so'ziga rosa kulishdi. Mayli uttiraylik yoki tartqizib qo'yaylik, oqibat natijasi bo'lmay qolmas. Albuki bizning xatoliklarimizni bizdan keyingilar tuzishi, biz erishalmaganga ular erishalishi mumkin. Ozodlik uchun kurash texi davom qilg'usi, dedi Zamon va Xo'janiyoz qo'shinlari tarkibida Qumuldan toki Qashqar xotanlargacha borganligini, Xo'janiyoz Shingishsay bilan ittifoq tuzgandan tortib, bu ittifoqqa gumonliq qaraganligini va hozirmi zo'r xatolik deb to'naydiganligini so'zlab berdi. Rahimjonning bu mujodilalardan xabari bo'lsa-mu, G'ani uchun tamoman yangilik bo'lg'achqa, uning ko'nglidan ish mundoq ekan-da degan o'y kechdi va zamonga zo'qlangandek dedi. Yosh bo'lsangmi, xili cho'ng qozonda qaynabsan, uka. Qancha ko'p qaynasak, shuncha yaxshi pishimiz, G'anika. Dallin gap qilding zamon, deb o'rnidan turdi G'ani. Sening Rahimjon, inovating bor. Nusrat xalfatni qutuldirishning amalini qilarsan. Xotirjam bo'l. To'xta, ketishing shuma? Munu narsalarni, dedi qo'yun yanchuqdan yer xatlarini chiqarib ustal ustiga qo'ygan G'ani. Qosh qora bog'liqlarga berib qo'yarsan. Sana bu narsalarning nima keragi bor? Terikkandek so'radi Rahimjon. Menga kerak bo'lmasa, gadoy dehqonlarga jondek kerak-da, dedi-da, o'tgan oqshom bo'lgan voqeani so'zlab berdi G'ani. Oqibatini o'ylamayla mushundoq tantaklik qiladiganing yomon-da. Ko'z oldingda naq ish bo'layotsa, qandoq chidab tursan? Bularni bugun tartib olsang, ertaga hokim Shangyo qaytirib tartib oladi-ku. Bugun hokim Shangyoni yo'qotsang, uning o'rnini texmi yomon birisi bosadi. Bu xil yakka harakat bilan xalqni zulm sistemdan ozod qila olmaysan, G'anika, dedi Zamon. Balki shu topda seni tutish uchun hamma yerga xabar ketgandi. Iz bisilgicha mening uyimda tur. Hech kim gumon qilmaydi, dedi Rahimjon. 5-10 zamon munu jisakchilarning ko'zdan nirroq ketay. Sen mushu yer xatlarini o'z egalariga yetkazib berishning amalini qilsang, roziligim shu. Xayr, dedi-da, shiddat bilan chiqib ketdi G'ani. Rahimjon bilan Zamon ikkisi
qurg'uyni uchirib qo'ygan ovchidek bir qiyofatda G'inining orqadan qarab qilishdi. G'ulja qorong'u tun pardasiga o'ralgan. Texi el yotqu bo'lmasimi, atrof odamdan xoli. Faqat ko'chalar qiyilishidan qo'lida panus tutib o'tgan biror seran odamlarning qarsi ko'zga chiliqidi. G'ini 3 darvoza ko'chasini bo'ylab kelmoqda. Ko'ngilsiz qorong'u tun misoli uning dili parishon, qalbini bo'lsa iztirobliq hasrat, gumonliq tashvish chulg'ib olgan. Ajiba u hech qachon o'zini bugungidek yolg'iz, tanho va chorasiz sezmagan bo'lg'aydi. Shu topda u qayoqqa berishni, nima qilishnimi jazm qilmay, mingisiga o'rnib olgan. Nima qilish kerak degan savolni takrorlaydi. U ishongan odami Rahimjon bilan ko'rishgandan keyinmi ko'ngli suv ichmadi. Orada o'tilgan so'zlardan qanoat hosil qilmadi. Rahimjonning hamishamqidek pandi nasihatlari G'inining talabchan istaklariga, jo'shqin intilishlariga chek bosqidek, qoyil bo'lg'idek ta'sir qilolmaydi. Balki rohi qaytgandek bo'ldi. Bu haq gap qil desa, u tog'ni bu toqqa urdi. Ichinishliq pichirlaydi G'ini. Undoq qilish kerak, mundoq qilish kerak. Qachonla bo'lsa shu gap. Voy, quruq gap bilan shahar oldiganlar ey. U asabiy kulyapti va cho'chigandek atrofiga qarabadi. Qorong'u tunda hech kim ko'rinmadi. Tayyorlik qilish kerak, vaqtni kutish kerak deyishida. Senlarning tayyorlig'ing bitkicha elni bir chetdan qirib bo'lar. Bu Xitoylaring zodi menga o'xshagan yalang to'shlarni atrofimga to'plab harakat qilmasam bo'lmadi. Men nadon shuncha vaqtimni ha 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 hu 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 bilan o'tkazmagan bo'lsam, bu chaqcha bir yerdan bosib chiqar edim. Xap. G'ini kechmishini o'ylaydi ekan, o'rinsiz sarf qilingan qaro kuchiga, behuda qaramlig'iga va xususan nodon talvilikligiga o'kindi, afsuslandi. Hatto o'zidan yergangandek yerga tukardi. Ig'ir kechirmalarga band bo'lgan palvon do'lon darvozaga yetib kelganligini sezmay qoldi. Shahar sepilining bu shimoliy qapqisi taqilib qolgan. Shahar ichiga kirishga bo'lmaydi. Zaten shahar ichiga nimaga kirmoqchi? Ha, Davur bilan ko'rishib, Nusrat Xalpatni qutuldirishning amalini qilmoqchi emasmidi? Cho'lponchu, cho'lpon. Uning yuragi ig'ib, beshi pirrida qayg'andek bo'ldi-da, bir necha daqiqa manglayini tutgan piti turib qoldi. Cho'lpon, hasratlik pichirildi G'ini. U qiznimi bovsi bilan qo'shib so'lg'an bo'lsa, bu dahshatlik gumondan bedar qochgandek ildam mingib ketdi. Yo'q, sutdan pok qizga qo'l tekkizishga hech kimning haddi emas. Kimgadir ogohlantirgandek qo'lini shiltidi u. Texmu shiddatlik chamdab, shu topda cho'lponning qayerda ekanligini va qayerdan izlashini aniq bilmaydi. Bala chig'idilla anglaganni unutmaydigan, ko'rganni asdan chiqarmaydigan zehni o'tkirg'ini bu kecha qaymuqib qolgandek his qildi. Balki vijdoniy azob va jismoniy harg'anlik ta'sirida zehn chirg'i xiralashgandu. Biror soatcha xomush odamdek naga borarini bilmay ko'cha aylanib yurdi va to'satdan bir narsa esiga kelib, ko'ngli vallada yo'rgandek bo'ldi. Hashim Toko Nusrat Xalpatning G'uljida tuqqani bor degandek qilgan, pichirildi u. Shu Tokoni topsam, cho'lponning bor yerini topaman. U amdi gir bozorini bo'ylab qozonchi tarafga ildam mingib ketdi. Hayotini chiqimchilik, yaloqchilik va buzg'unchilik bilan o'tkazadigan Hashim Toku har kuni degidek uyiga kech keladi. Ba'zida to'q, ba'zida och, ba'zida bo'lsa o'lgicha mas keladi. Hashimning bu xil beshamligiga ichikib ketgan Shobaxon uning qachon kelib, qachon ketganiga parvomu qilmaydi. Bu ayolni Hashimning halol jufti yoki oshnasi deb aniq belgilash mumkin emas. Umuman tul xotinning tayyor uyiga kirib olgan Mikyan boyvachcha edi. Bugun Hashim Tokoning vaqti chog'. Davur to'ngchiga G'inining bor yerini ko'rsatib bergani uchun shang mukofot oldi.
oshpuzilda mehmon bo'ldi. Shu xushalligida mardligi tutib ketib, Şavaxonga bir kiyimlik toga, bir savat yemek içmek, hatta xugu haraqdinmo aldı. Şavaxon bilan kanchanda kayfa surmak bo'libdi. Biroq Hoshim xapiliqda haraqni chiniga buluqlatib qo'ydi-da, ko'tirib ichivatdi va kiyimlarini yashmay, chiroqni o'chirmay, siliqliq turgan o'ringa o'zini atdi. Vah, Hakim Bey'nin oğamisini organdek yatqınını avu şovakның. Qo'poy, yampaş. Sürlük avazdan cho'chib uyg'ongan Hoshimning chiqir ko'zlari aloq-jaloq bo'lib ketdi. Qandaq kirding? Duduqladi Hoshim. Qandaq bo'latdi? Bir atlab o'yliga, ikki atlab derazdan kirdim. Hoshim qo'mirilgan derazaga qarab tatirib ketdi. Uning ko'nglidan bu o'g'ri yana quyruq tutqizmabdi-da. Davr nada yurdikin degan tashvish kechdi-da, o'zidan o'zi xuduklanib, texmi qo'rqib ketdi. Sen Zug'oy Tokoning nima qilib yurganligingni bilaman, dedi-da, Hoshimning konidan tutib ko'tardi-da va qo'choqni pulanglatgandek u yon bu yon silkib, yotgan o'rniga tashlavatdi. O'ldim, dedi ichida Hoshim va G'inining oyog'iga yiqilib, yelinishga boshladi. G'inam, jinim uka, sadig'on ketay. Miyanlama, deginimni qilmasang bu qitim qo'limdan tirik chiqmaysan. Nima desang shuni qilay, G'inam. Nusrat Xalfatning qayerda ekanligini bilamsan? Ha, bilaman. Darhol javob berdi sazgur suvxanchi. Agar G'ini bu gapni so'rashning o'rniga yana bir qator uchuqdigan bo'lsa, uni tutish uchun Davrning otlanib chiqqanligini aytib beradi. G'ini aldirab ketdi. Nima ishdan solabdi? Unisni aniq bilmayman, G'inam. Yolg'on aytsan, yampash. Sen shumqush bilmaydigan ish bormi? Hukumatga qarshi chiqibdak. Nima? G'ini tengirqab qoldi. 80dan oshgan bir puti go'rga sangilgan odam yolg'iz o'zi qandoqlarcha niyat bo'lsa, nemishga G'iniga bu to'g'riliq gap ochmadi? Yo'q, bu yerda boshqa gap bor. Ashundoq banolar bilan xalqning ko'zini tangmoqchi. Qizni yo'q, navrisi, navrisi cho'lpon? Hoshimning so'zini bo'ldi taqat qilolmagan G'ini. Navrisi shaharda. Nada? Tilingni chaynamay, inig'ini et, yampash. Nusrat Xalfatning tuqqini xap, mening naynig'im nada yurdikin? Shu bilatdi. Senmi Şavaxoningdan qolmaysan? Ita, yili bo'lmasa, deb devindi G'ini. To'xta G'inam. Esimni yig'ib olay. Jon uka. Hoshim rost o'ylandimi, yolg'onmi? Kuchar soviniga o'xshagan do'qqa beshini siylab, rostla, Yaqub va Purush. Amdi quyruq shipanglatmay oldimga tushibman. Xo'p, G'inam. O'rnidan turdi-yu, nimagadir tortishgandek o'p cho'risiga qarab olib, Vapurushning uyini ko'rsatmaslar bo'ldi-ku. Yo'q, bugun kechacha mening deganimni qilasan. Atilikka Davronni apash qilsangmi ko'rim yo'q. Kisi amdila ko'chaga chiqishiga, ko'chaning u beshidan odam kelayotganligini bayqagan G'ini otliq o'tib ketkicha o'zini daldiga olmoq bo'lib, Hoshimning qo'lidan tutib, yo'g'on sugatning keyniga o'tib olishdi. Otliq odam udul kelgan peti ishik oldida to'xtab, u yon bu yon qarab, otdan tushmak bo'lishiga uning aftidan to'nigan G'ini. Muhammadjon! Vaqiravatdi xushalligidan va sugatning daldisidan chiqibdi. Ot urkib, Muhammadjon otdan yiqilgani tasliq qoldi. Osmondan tushgandekla paydo bo'lding-da, adash, dedi do'stini otdan yo'lab tushirgan G'ini. Bugun yolg'izsirab rosa qadringga yetdim jumo. Tunigun kutdiq, chiqmading. Ansirab, bugun saharda otlandim. Mushu jonivorda meni peshimgacha yetkizib kelgan, dedi Muhammadjon va ranjigandek. Nada yursankin tong, izdimiga yerim, so'rmagan tonish bilishlar qolmadi. Hammasi ko'rmadik deydi. Xili avara bo'libsan-da, adash. Oxiri kirmaydigan ishigi, purmaydigan to'shigi yo'q. Hoshim Toko bilar deb kelishim. Bu deganing to'g'ri, Muhammadjon. Menmu mushu mollaq tapqoqni izlab kelib edim.
ikki do'st qaqaqlab kulishdi. Hoshim ularni ichida qog'idi. Uyga kir demaysan-ku, Hoshim. Shu topda yerib aranla oyoq o'ri turaman. Chida, Muhammadjon. Bugun tunaymiz. Tong otqicha puturdigan ishlar bor. Keskin dedi G'ani va Hoshimga qarab, "Boshla!" deb buyurdi. Davomi bor.